Xullas, bugun biza Minecraftda roza tutsa bo'ladimi, yo'qmi? Shuni bilib olamiz. Minecraftda roza tutish shartlari: ovqat yemaslik, ko'chaga choptir, Stop it. Get some help. sigaret chekmaslik, ili roza tutib olishdan bo'lmaslik. Xullasda birinchi sandiq tekshiramiz. Hamma narsalarni olamiz sandiqdagi. Bizga hammasi kerak. Endi yeyish uchun hayvon topish kerak. Astag'firullah, cho'chqa harom-ku. Birodarlar, cho'chqa. Cho'chqa. Shogird ustozdan so'radi, "Creeper halolmi?" Ustoz javob berdi, "Yo'q, yur, yog'ochda ketamiz." Endi rejamiz nima? Kerochi rejamiz, konga tushishmi? Yo'q. Birinchi bo'lib ovqat topib olamiz, keyin srazu konga tushamiz. Chunki majgon ko'zimga juda ham yaxshi ko'ryapti. Hamma yo cho'chqa, bir normalniy ovqat yo'q. Bir mol chiqmaydimi yo qo'ymi? Tuyadan go'sht tushmaydi, shunisi yomon. Minecraftda tuyadan go'sht tushmaydi. Biladiganlar yozib ket. Mana. Joyin jannatdan bo'lsin bratishka. Ma. Ya bu opashkamida, mayli farqi yo'q. Ma. Oldik, bitta teri va 5 ta go'sht. Yetadi. Kon qayerda edi boya kon? Bo'ldi, konni yo'qotib qo'ydim. Kon qani? Ko'majimi? Xuddi shu ekan. Chegarasi yo'q buni, sal pastiga tushmaymiz. O'lgidan. Temir bilan ko'mir bor ekan. Yaxshi. Bizda pickaxe bor, chunki bonus chest olganmiz birinchi. Mana bu andezitlar tushib ketmaydimi yerga? Qani sinab ko'ramiz, yurmasdan oldin. Qani? Yo, turar ekan, yaxshi. Atlet. Endi biz temir pickaxe qilib olishimiz kerak. Sal tezlashtirib yuboraman. Yasab bo'ldim. Nechta temir tushar ekan? O'zi nechta temir bor ekan degan savol bor, qani? Bir dona. Mayli, Xudoga shukr qilamiz shunga ham. Zato temir bor. Narigi tarafda ham vashko bu. Lekin qo'rqaman, creeper, zombi, skelet, katlet qo'rishadi mani. Eminimman, skelet kakil. Xullas, endi ko'mir missiyasini bajaramiz. Ko'mirga borish juda ham qiyin bo'ldi. Men bu ham tushib ketmasmikin? Buni qo'yib ko'rmaganman hech qachon. Nima bu? Bu ham andezit ekan-ku. Bemalol ko'mir olamiz. Men 2 qavat qo'yaman, o'zim ham tushunmayman. Qani nechta ekan? What? Bir dona? Juda ham g'orda zerikarli ishlaganman. Shuning uchun mining qilgan joylarimni tezlashtirib yuboraman. Xafa bo'lmaysizlar. Oxiri ko'mirimga ham torchasi ordi, boshda torch oluvdim, nima esim kelmadi. Tinchlikni saqlang. Kamerlarni taqing va u yoq esimdan chiqib qolmaydi. Qani birinchi temir pishiraylik, birinchi. Itdek jarjayman, temir qidirib. Shu asam buzildi-da, oxirgi ko'mirimga ham torchasi ordim, jinniga o'xshab boshda 4 ta oluvdim-ku. Nimaga yasadim? Bunaqa miya bilan yashab yurganga ham qoyil qolaman-da. Buni buni bunday qo'ysak, ana perfectus. Короче. Nima qilsamgina g'ordan chiqish vaqti keldimi deyman. Kelajakka qadam qo'yaylik g'orodan bo'lmasdan. To'g'rimi? Nima deysizlar shunga? Mana shuning uchun
Temir yig'amiz. Ikkita. Moshni kirkaga yetadi. Moshni kirkaga yetadi. Endi ovqat pishiramiz. Yetmagancha nima qilamiz? Bu yog'ini bilmayman. Nima? Cho'p yasash kerak ekan-ku. Pechkadan bittasini olish kerak. Bo'ldi. Bittasini olamiz va birinchi taxta planka olamiz. Qaniydi mana. Endi cho'p yasaymiz. Voy, men juda ham qornim ochdi. Ro'za tutgandim. Go'sht qovurilayotganini ko'rib juda ham ishtaham ochilib ketdi. Bo'ldimikan? Ana? Ikkita mayli. Bu yoqdan tezroq surib olish kerak. Bird. Endi epik sahna botuvdi, to'g'rimi? Superman. Qani? Jon ketmadi. Perfekt. Anti cho'chqalarga menga farqi yo'q. Chunki men ro'za tutganman, qani? Iftorlik harakatini qilamiz endi. Mana birinchi bo'lib men buni hozir chopayotganimni bilib olasizlar. O'zi shom bo'lib oldi. Moblar hujum qilmasa, sразу og'iz ochib olamiz. Ovqat pishirish kerakmi? Albatta kerak-da, nima kerak unda? Temir pishirsammi? Hozir o'ylaydi unda. Temir pishirib nima qilaman, to'g'rimi? Shom bo'pti уже. Temir pishirib nima qilaman? Ovqat pishiray. Ovqat pishirsam boshim qotib qoldi. Birinchi butulka qilish qanaqa edi? Butulka qumdan qilinardi, butulka. Shishadan qilinadi-yu, butulka. Qumdan qilinar, hozir shisha yasaylikchi birinchi. Yog'och tugadi. Jonga tegdi. Ko'mirim bo'lganda ko'proq yonardi hamma. Birinchi oyna qilamiz. Har qayoqdan moblar hujum qilishi mumkin. Biz xavfsiz joyda emasmiz. Ha. Qanaqadir bir qo'rqinchli video olsammikin, nima deysizlar? Mana shu videoga mayli ko'p so'ramayman-ku. 5 ta like yig'ib beringlar, onasini hamsan qo'varamiz. 5 like yig'inglar qilib beraman shu videoni. Granny 2ni olamizmi yoki boshqa bitta qo'rqinchli o'ynaymizmi? Ne знаю. Ana. Qatta endi u. Butulgan qanaqa yasaydi? Suvni paqirda olib ichib bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Adashmasam ichib bo'lmaydi. Vani qo'yat. Piq. Endi xavfsiz joy qidiramiz. Og'iz ochishga. Endi xavfsiz joy topdim deganda, mamarayim ham kelib oladi. Sal ichkariroq yuraylik. Mamarayim ko'rib qolmasin men. Bir xavfsiz joy yo'qmi? Mana mashit tepaga qurib chiqamiz. Va mashit og'iz ochib yuboramiz. Qorong'uchi payt. Juda ham ochdi qorin. Qani, bismillah deymiz, suv ichamiz birinchi. Ya Xudo, o'zingga shukr. Qani, men pishmagan go'sht tashib yuboramiz, qani. Shisha bilan va pishgan go'sht yeymiz. Bismillah. Mazza. Agarda siz ham videoni ko'rib mazza qilgan bo'lsangiz, like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Izoh esdan chiqmasin.